Farhod dehqon bozorimizda arzonlashtirilgan savdo yarmarkasi tashkil qilingan. Asosan arzonlashtirilgan mahsulotlar sotiladi. Masalan, kartoshka, piyoz, un, guruch, shakar, go'sht va boshqa mahsulotlar hammasi mavjud. Bu savdo yarmarkamizga kiraverish joyida aholiga yanada qulaylik yaratish maqsadida arzonlashtirilgan maktab bozori savdo yarmarkasi ham tashkil qilingan. Aholi arzon narxlarda mahsulotlarni olib, savdo qilib mamnun bo'lib ketishmoqda. Har doim shu yerdan bozor qilaman. Hamma narsa arzon, yaxshi, ro'zg'orga kerakli kartoshka, piyoz, pomidor, go'sht mahsulotlari bor, tuxum, hamma narsa mana shu yerdan olamiz. Ichkaridan ancha-muncha farq qiladi. Ichkaridan 1 millionga qiladigan bu yerda 700 ming, 800 ming bo'ladi. Sifati yaxshi, sifati hammasi yangi, tez-tez aylanadi. Yarmarkalar toza, tozalikda birinchi o'rinda turadi. Bayram arafasida kayfiyat yaxshi. Shu yerdan kelib savdo qilishlarini taklif qilgan bo'lardim.